Ağda yolvas bombası maymun paça dep garip sayatını azırak çıkıp ketken me. Muş garip sayat doğrusu sözleydiğen manga oxşaş meddakla karamet çıkıp sile. Muş doğrusu sözlenen jubolağa, muşlarının doyunsıqa nurgullar meni aytı kıldınlar, manga evetdinlar. Sizlerge bu vaqtda cevap qaytımğamla meni ködüm. Bunu körüp şundaq bir hoş yok ketdim qaranglar. Mundaq ikki nuqtadan intayin hoş oldum. Birincisi, mening necha vaqtim qilgan emgekim bekor ketmabdi. Nurg'un to'rdoshlarning ko'ngilda e'tirof qilishiga erishibdimi? Mayli shubhachalik to'g'riliq, mayli g'arib sayohat to'g'riliq, mayli subuyda to'g'riliq mushundaq so'zlaydigan bir masalalar chiqsa, hammanglar meni cho'ng bilib, meni hurmatlab, mush qadi kitob ma'lum bilibdi, mash to'g'risida ma'mandaq deb siz qanday qaraysiz deb so'rag'ininglarda nayt xo'sh bo'ldim. Men belgilik bir obraz tikleyaptimi? Belgilik e'tirof qilishga erishibdimi deb xo'sh bo'ldim. Mushundaq qilganinglarga rahmat, igilib turib salom. İkinci hoş olduğum nima degan vaqtingizda men mushni so'zlagan vaqtingizda burunmu degan ishkirda mush 4 klassik asar to'g'ri so'zlaydigan ma'lumlar, jubolar, karamat ko'p do'yin izlab ko'rgansizlar. Endi men bekerek anglaydiganlardan jo'in changlavchi va jo'yiping ma'lum va unikani ma'lavchi deb yembirsi va bular eng oldin qatorda turadigan professor darajalik ma'lumlar. Muşlarnikini men köp anglayma dersini, unikani bularni tarjima qilib o'zlashtiribmi so'zlayman. Endi bizning rayonimizda ayni vaqtda Abdurim ijroni ma'lum tufaylidan bu ish boshlangan. Keyin uning ulab men chiqib buni bir yuqori pallaga ko'tardim deb o'ylayman. Endi bu ish to'xtab qolmay davomli agishib nurg'un yaxshi jubolar chiqibdi. Bularni ko'rib intayin xo'sh bo'ldim, suyundim. Texim ko'plab chiqish kerak mushundaqlar. Ishkirda sanoqsiz bundaq so'zlaydiganlar. Korxonchilikqa bog'lab, tarixga bog'lab, hikoya romanchilikqa bog'lab, darslik so'zlaydiganlar nurg'un. Bizdimi texim ko'plab chiqish kerak. Men bir qodi kitob bilan to'xtab qolish bo'lmaydi bu ish. Nurg'unlar so'zlash kerak, o'zining ko'z qarashini o'ttirib qo'yish kerak. Hammasidan menga o'xshash fikr qilishning zaruriyati yo'q. Hammasi o'zining fikrini, o'zining ko'z qarashini har xil o'ttirib qo'yib beqish kerak. Oyshtaq talash tortish bo'lish kerak. Anımkin manıga resmi can kirdi. Anımkin 4 klassik eserini teximi bek tushuna olaymiz. Shuning uchun mushundaq chiqqan jubolarni men qattiq qo'llayman. Mushlar aprin. Boshqa fansiz do'stlarmi bularning so'zligini menga o'xshamay qolsa, sen bilmaydigansan, meni qodi kitobdan anglab baq u bu deb menda hurmatsizlik qilmaylik. Ularningmi o'z fikrini o'ttirib qo'yish huquqi bor. Ularning degandan xato deyil olmaydi. Men so'zlagan vaqtning o'zidimi mandaq deb faraz qilsaq, mandaq deb qilsak bu to'g'risida mesela rast yolg'on maymusha vaqasini nurg'un tahlillar va buning uchun men mani bekerek to'g'ri deb qarayman degan boshqalarni o'zi to'g'ri deb qarag'ini o'ttirib qo'yish bo'ladi. Bularni cho'qim qo'llaylik, go'nju qo'laylik, haqsiz yuraklarimizni biraylik, pingunchiga gul qo'ballikni avatib qo'yaylik. Undan mash g'arib sayatni so'zlayotgan mash jubo mash do'stlarimizga deb qo'ydigan bir samimiy taklifim Puti Lauzu deganni shu buti ustoz davomlasanglar. Men nemish bundaq deydiganda desam, g'arib sayatning mash keyingi chiqqan tarjimasida mushundaq tarjima qilinib qapti. Bu kitobni o'qib baqillar his qilgan bo'lishi mumkin. Tarjimada xatoliklar xili bor. Endi bu Puti Lauzu degan bir ismni tarjima qilishimizning qilish zaruriyati yo'q. Sunukung deb atamiz, jubaji deb atamiz. Mush tarjimaga bir xatolikni o'zgartirib olsak, Puti Lauzu deb atab ketsak